Xayrli kun hammaga. Anchadan beri kontent qilishim kerak degan ichimdagi bir tuyg'u bor. Kontent qila olmayapman. Auditoriyamiz bilan gaplasha olmayapman. Fikrlarimni yetkaza olmayapman degan qiynoq bo'lardi. Mavrida bunday o'ylab qarasa hech qachon bir kelmasgan. Hayotimizda hech qachon biz xohlagan hamma narsada a'lo perfect deydi ingliz tilida, perfect moments hech qachon bo'lmasgan va biz buni albatta o'zimiz uchun u yoqdan bu yoqdan qirqib kesib ajratib yaratishimiz kerak bo'lar ekan. Xo'p, tanimaganlar uchun Ahtam Yakubov, huquqshunos, yuridik fanlari doktori. Hozirgi kunda Toshkent davlat yuridik universitetini xalqaro masalalar va uzluksiz ta'lim bo'yicha prorektori, Qarshi xalqaro universiteti, Sino tibbiyot texnikumlari viloyatlarda hamda Yakubov School maktabining asoschisiman. O'zimni tanishtirganimni boisi bu aqlli kim ekan, hayotda nimani qoyillatibdi, o'zi hali nimaga erishibdi demasligingiz uchun o'zbek mediasida bugun yoshlarimizni yengil-yelpi kontentlar bilan vaqti o'tib turgan, arzon dofaminga uchib turgan, hayotimizda lik-lik, shik-shiklar, bema'ni bachkanaliklar trendda bo'lib turgan bir paytda mana shu auditoriyaga yaxshiroq bir narsa berishni o'zini oldiga maqsad qilgan bir inson sifatida o'zim tanitishni va shu bilan birga kontentlar ulashib borishni maqsad qilganman. Ko'p o'yladim, yaxshi fursatni kelmasligiga oxiri amin bo'ldim va qarasam o'rtacha har kuni borishda 40-45 daqiqa vaqtim yo'lga ketar ekan. Yo'lda gaplashamiz degan loyiha qilaman deb bugun ertalab o'zimga niyat qildim va mana shu videoni olishni boshladim. Va bugun sizga aytib bermoqchi bo'lgan fikrlarimni ulashmoqchi bo'lgan mavzuim bu nazariya va amaliyot uyg'unligi. Va agarda siz qaysidir bir sohada chempion bo'lishni istasangiz, chempionlik yo'lini boshlanishi bu o'qituvchilik, o'sha sohani yosh qatlamga o'rgatishdan boshlang degan bir iqtibosni ozgina bir ochib bermoqchiman. O'zimda ham shunday bo'lgan. Keyin atrofni qarab ko'rsam, kuzatsam, aksariyat katta insonlar, hattoki xususan muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich ham o'z faoliyatlarini ta'limdan boshlagan ekanlar. Xo'p, bu chempionlik bilan o'qituvchilikda qanday bog'liqligi bor deb savol berishingiz tabiiy. O'zimning hayotimda ko'p bo'lgan, balkim sizda ham shunaqa bo'lgandir. Agar siz ma'lum bir ma'lumotni kimgadir tushuntirib bermoqchi bo'lsangiz, ya'ni tushuntirib berish niyatida agar uni qo'lingizga olib o'rganishni boshlasangiz, siz 2-3 karra mas'uliyat bilan uni o'rganishga harakat qilasiz. Har bir momentlarini, detallarini eslab qolishga harakat qilasiz, yodlashga va chiroyli tushuntirib berishni bir necha yo'llarini o'zingizda sinab ko'rasiz. Qisqaroq qilib, lo'nda qilib bitta so'z bilan aytadigan bo'lsak, eng yaxshi o'rganish o'rgatish uchun o'rganish. O'zimda ham shunaqa bo'lgan. Endi talabalik davrimizda ham ayrim bir fanlarda o'qiganmiz, dars qilganmiz, tayyorlanganmiz. Shunaqa menda bir imkoniyat bo'lganki, talabaligimda shu ma'lum bir fandan, o'zim yaxshi ko'rgan fandan, shu jinoyat huquqiy fanlarida yaxshi ko'rardim. Kursdoshlarimga ma'lum bir mavzuni o'tib berish mas'uliyati menda edi. Menda bo'lgan o'qituvchidan iltimos qilib so'rab olganmiz. Va mana shu joyda eng zo'r, hattoki kerak bo'lsa o'sha muncha yosh domlalardan ham yaxshi, hammani esda qolarli, oson tilda, yaxshi misollar bilan tushuntirib berishga harakat qilasiz. Shunaqa narsa menda ham bo'lgan. Keyin taqdirimiz aylanib o'sha o'qishlarni bitirib Toshkent davlat yuridik universitetida o'qituvchi bo'lib ishga kirishga yo'laklab keldi.
Va mana shu jarayonda o'zim bakalavrda unchalik xushlamagan, Qo'shtirnoq ichida koridorda o'qigan ba'zi bir fanlarimdan dars berishimga to'g'ri keldi. Endi mutlaqo boshqa ishtiyoq. Talabalik paytingizdagi harakat bu faqatgina talaba har doim osonni axtaradi. Har doim bir vaziyatda yengil chiqib ketgisi, har bir narsani bir sekin aylanib o'tish choralarini ko'rishga harakat qiladi. Endi hamma fanni ham zo'r o'qish imkoniyati kamroq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shu ayrim bir fanlarda baho uchungina yaxshi baholarda o'qiganman, yaxshi baho olish uchungina o'qigansiz. Ya'ni tsaplab deydi rus tilida, osongina aylanib o'tadigan, yengil-yelpi, tezgina o'sha minimalniy bahoga yetadigan, yaxshi bahoga yetadigan qilib o'qiysiz. Tabiiyki 2-3 adabiyotdan foydalanmaysiz. Endi dars berishga kelganda sizda mutlaqo boshqacha mas'uliyat. Bu jarayonda men shunaqa qabul qilaman. Talaba sizni ilk taassurotlarida tashqi ko'rinishingiz, o'zingizni tushishingiz bilan kutib olsa-da, lekin xayrlashayotganda albatta sizni bilimingiz, tafakkuringiz, dunyoqarashingiz, qadriyatlaringiz bilan xayrlashadi. O'sha paytda ham shunaqa bo'lgan, biz o'qigan 20-25 yil oldin ham, hozir ham shunaqa va bundan keyin ham shunday bo'lsa kerak. Agarda talaba sizni bilimingizni, salohiyatingizni bilib tan olmasa, sizni shaxs sifatida ikki qo'lini ko'tarmasa, sizni orqangizdan ergashmaydi. O'sha ma'lum bir soat ichida auditoriyani egasi, qo'pol qilib aytganda hukmroni sifatida sizga hurmat ko'rsatishi mumkin Qo'shtirnoqchida, lekin haqiqiy mehrini bermaydi. Bu uchun esa hurmat va mehr albatta qozoniladi. Bu uchun albatta sizdan katta bir bilim, ma'naviyat, muomala madaniyati, diplomatiya talab qilinadi. O'qituvchi o'laroq endi har bir mavzuni eng kamida 2 yoki 3 adabiyotdan o'qishni boshlaysiz. Sohangizda eng oxirgi trendlarini, yangiliklarini kuzatib borasiz. O'zingizning sohangizda chempionlarini taniysiz. Mamlakatingizdadir, boshqa xorijiy mamlakatlardadir. O'sha sizning sohangizdagi professorlarni kuzatishni boshlaysiz. Oldinlari kuzatishlar o'sha olimlarni, o'sha sohani vakillarini chiqargan maqolalarini, monografiyalarini, darsliklarini o'qib borish, chiqqan yangitdan o'sha tipografiyadan xarid qilib o'qish bo'ladigan bo'lsa, bugungi kunda yana ham buni yengilroq, yangiroq, zamonaviyroq va tezroq versiyalari chiqqan. Bu o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi, YouTube'lardagi, intervyulardagi ularning suhbatlarini eshitib, fikrlaridan kunma-kun hammohang bo'lib borish imkoniyati mavjud bo'ladi. Shunday ekan, siz bora-bora o'zingizni sohangizni eng so'nggi yangiliklaridan, передовой deydi-ku, eng oldi oxirgi tendensiyalardan xabardor bo'lish imkoniyatingiz bo'ladi. Bu birinchi qism, ya'ni sizdagi informatsiyalar bagajining kengayishi. Endi ikkinchi qism bor. Siz boyagidek hurmat qozonish, ertaga bitirib ketganda ham eslab yurishlari, hurmat qilishlari uchun ularga eng qisqa, sodda, yaxshi usullar bilan metodikani qo'llab tushuntirib berishga, shundoq olib miyasiga solib qo'yishga harakat qilasiz. Mana shuni savoli sizga tinchlik bermaydi. Shunday ekan, bu jarayonda siz turli metodikalarni o'ylab topasiz. Yaxshi shu mavzuga mos bo'lgan keyslarni, bo'lib o'tgan voqealarni topishni, misollarni keltirishni boshlaysiz. Mana shu jarayonda siz o'zingiz bilmagan holda sohani professionaliga aylanib borasiz. Buni ijtimoiy mas'uliyati yana bir narsada ko'rinadiki, tabiiyki aqlli talabalar savol berishadi. Yoki sizning fikringizga qo'shilishadi, yoki sizning fikringizni qisman yoki to'liq inkor qilishadi. Bu jarayonda sizdan o'z fikrlaringizni argumentlash, bilmagan savollaringiz ustida kengroq izlanish, tinimsiz o'z ustingizda ishlashga majbur qilib qo'yadi.
Men o'qituvchilikni, pedagoglikni qismat deb aytaman. Lekin bu yaxshi qismat. Qanday qismat desangiz, o'qituvchi, pedagog tinimsiz o'z ustida ishlaydigan odamlar. Agar ular bir kun, bir oy o'qishdan, o'zini ustida izlanishdan to'xtab qolsa, bo'ldi, uni bilimi eskiradi. Chunki hozir ancha zamon tezlashgan, bilimlar o'zgaruvchanligi tezlashgan, kundan kunga yangi tendensiyalar, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, mana sun'iy intellekt kirib keldi hayotimizda, keng qo'llanilyapti. Zamon tezlashib ketdi. Bolalarimizni texnologik IQsi va texnik imkoniyatlari ancha oshib ketdi. Hozir ko'p bilim internetda, telefonda, sun'iy intellektda. Ular bilan inson bilimi o'rtasidagi haqiqiy qaymoqni ajratib biz ko'rsatmasak, professor sifatidagi, o'qituvchi sifatidagi qadrimizni, qiymatimizni pasaytirib qo'yamiz. Mana shu savollar agar sizga tinchlik bermasa, tabiiyki sizda juda zo'r yuqori o'sish bo'ladi. Va o'zimni soham bilan bog'lab, 4-chi bir zo'r ustunligini aytib beraman. Men faoliyatimni, advokatlik faoliyati bilan pedagoglik faoliyatini har doim yonma-yon olib borganman. Aslida o'qituvchi bo'lishdan oldin advokat bo'lganman. Tabiiyki nazariya bilan amaliyotni birgalikda olib borishga harakat qildim va buni menga bergan ustunligi, yutug'i shundan iborat bo'ldiki, siz o'zingizning ustingizda ishlaganingizda o'qituvchilarni bitta yutug'i ularda nafaqat kuchli bilim, eng yangi oxirgi tendensiyani, yangiliklardan xabardorlik, balkim ularda oratorlik qobiliyati ham zo'r bo'ladi. Ya'ni omma oldida nutq so'zlash, so'z boyligi, tafakkur, dunyoqarash kengligi boshqalarga nisbatan yaxshiroq bo'ladi, yaxshiroq rivojlanadi. Aslida bu alohida mavzu. Pedagoglikni men bir qobiliyat, tug'ma qobiliyat deb bilaman. Hamma odam, hamma istagan odam ham, inson ham pedagog bo'lish kerak deb hisoblamayman men. Mehnat bilan orttirilganlarni ham ko'rdik, lekin tug'masi baribir boshqacha. Shu uchun bu alohida mavzu, buni bir gaplashamiz. Pedagoglikning ustuni men shu advokat sifatida sudlarda, tergovda, huquqni himoya qiluvchi organlarda qatnashgan paytimda, u payti men yosh edim. Taxminan 25-30 yosh orasi bo'lsam, sud zallarida 40-50 ga kirgan o'zini sohasini o'tkir ustalari bilan ba'zan qarama-qarshi kelishga to'g'ri kelardi. Mana shu jarayonda sizni to'g'ri, tizimli fikringiz, ishlatadigan so'zingiz, ovozingiz, jest, mimikangiz, o'zingizni tutishingiz, qat'iyatliligingiz nafaqat sizni eshitib turgan sudyani yoki sizni qarshingizdagi opponent bo'lgan prokurorni, balkim sud jarayoni qatnashchilarini ham e'tiborini tortadi va sizga nisbatan hurmatini ancha oshiradi. Shu ish doirasida balkim qarama-qarshi kelib qolishingiz mumkin, lekin keyingi marotaba borganda u sizni inson sifatida, shaxs sifatida tan olganligini ko'rasiz. Qayerda ko'rasiz? Sizga nisbatan ko'rsatgan hurmatida ko'rasiz. Sizga nisbatan ko'rsatgan ehtiromida, munosabatlarida, haligi boshqa ishlarni shundoq qo'yib, sizni ishingizni birdaniga hal qilib berishga harakat qilishida ko'rasiz. Bu albatta dastlabki boshlanishi. Va eng qizig'i, mana shu yo'sinda men hozirgi kunda yaxshi lavozimdagi hurmatli insonlar bilan, yoshim o'zida mendan ancha katta bo'lgan insonlar bilan juda yaqin munosabatlarga kirishib ketganmiz. Endi bu joyda shaxsiy munosabatlar qo'shiladi. Bu joyda samimiylik qo'shiladi, ustoz-shogird analari paydo bo'ladi. Garchi ma'lum bir sohada ular yoshi katta, ko'p yo'lni bosib o'tgan ustoz bo'lsalarda, sizni ham qaysidir bir sohalarda o'zlariga ustoz deb biladilar. Tabiiyki bu jamiyatda o'zingizning o'rningizda, munosib o'rningizda topishingizda, hurmatga, e'tirofga sazovor bo'lishingizga xizmat qiladi. Bularni jamisi bugungi suhbatimizni boshlanishi. Agarda siz muayyan bir sohada muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsangiz, shu sohani ustasiga aylanmoqchi, eng zo'ri bo'lmoqchi bo'lsangiz, yo'llaridan biri shu sohani o'qituvchisi bo'lib, o'qituvchilikdan boshlashga urinib ko'rish. O'qituvchilikda yaxshi tomonlarni siz bilan ko'rib chiqdik. Video agar manfaatli bo'ladigan bo'lsa,
fikrlaringizni, mulohazalaringizni kutaman. Shunga qarab keyingi tayyorgarlik ko'riladigan mavzular, formatlar bizga oydin bo'ladi. Salomat bo'linglar, e'tiborlaringiz uchun rahmat.